Bunun eşeklerini şöyle soyğanlar. Maldı go'shtini yeyishga odam qo'rqadigan bo'ldi so'nggi vaqtlarda. Qoraqalpog'iston viloyatida mingdan ziyod eshak o'ligi topildi. Achinarlisi, u go'sht nega ketgan bo'lishi mumkin? Sizga qiziq emasmi? Eşekler kabristonda gap qoldik. Biz yine bunun eşeklerini şöyle soyğanlar. Bize bilimiz go'shti nera tarqalgan, ne bo'lgan. Shuning uchun go'sht mahsulotini iste'mol etganda ehtiyot bo'laverasizlar. Eşeklarning tuyoqlari yotdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nomunofi Bo'danda yerindamiz. Shuning uchun go'sht mahsulotini iste'mol etganda ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz. Endi itdan kallasi yotdi. Az itam so'g'anlar berak gapini. Uni so'yib shunda keyin yakib berganlarmi buni Xudo biladi. Mana ehtiyotkorlikka chorlab qolamiz. Ogoh bo'lasizlar. Buni go'shtini nera olib borganlarni shatganlar aniq ma'lumotini bilamiz lekin. Yo'l aka video qildik. Shu Bo'dandan yerda yaxshilarcha so'g'anlar edi. Ehtiyotkorlik so'rab qolamiz. Mana sog' bo'lsa, omon bo'lsa videolarimizni yaqinlaringizga tashlab qo'yasizlar.